hayron qolarlik qissa. Sizni tashvish va g'am bosganda, qalbingiz siqilganda Allohni zikr qilishdan yaxshi doğru bo'lmasa kerak. Istig'for g'amni tugatadi. Qalbingizdagi siqilishni yo'qotadi. Qalbingizni ochadi. Ey Allohning bandasi, ana shu doğruni har kun qo'ldan berman. Ana shu doğruni har kuni qo'ldan berman. Bir kuni mazhab peshvosi Imom Ahmad boshqa bir shaharga safar qilib chiqdi. Kech bo'lib olam qorong'ulashganda kichik bir masjidni ko'ribdi. Masjidga kirib namoz o'qigandan keyin uxlamoqchi bo'lib, endi yetishig'ila masjidga qaraydigan kishi kirib, "Nima ish qilyapsiz?" debdi. "Uxlayman" deb javob beribdi Imom Ahmad. "Bu uxlaydigan o'rin emas" debdi masjidga qarag'uchi. Masjidga qarag'uchi Imom Ahmadni tunimaydi ekan. Imom Ahmadmi o'zini tunishtirmabdi. Agar o'zini tunishtirgan bo'lsa edi, albatta uxlashiga ruxsat qilgan bo'lardi. Bir qancha soat uxlasam qandoq debdi Imom Ahmad. "Yo'q, Alloh bilan qasamki, masjidda uxlashingga hargiz ruxsat qilmayman. Masjiddan chiq." Imom Ahmad masjidga qarag'uchini qoyil qilishga o'rnagan bo'lsa-mu, qoyil qilolmabdi. Oxiri Imom Ahmad chiqib ketishga majbur bo'ldi. Imom Ahmad masjid busuğusi yanında uxlabdi. Masjidga qarag'uchi qaytib kelib, "Nima ish qilyapsan?" debdi. "Mush yerda uxlayman" debdi Imom Ahmad. "Masjid eshik oldidan uxlashga bo'lmaydi" debdi masjid qarag'uchi. Chunki masjid qarag'uchi Imom Ahmad tunimaganlikdan so'rab opirib yo'lning o'ttiriga tashlab qo'yibdi. Bu ahvollarni ko'rib turgan yo'l yoqasidagi Navoiymi Imom Ahmad ibn Malikni tuniy olmabdi. Shundoq qilib Navoiy bovayning yeniga kelib ahvolni tushunib, "Kel bovay, Navoiy xonamda bir kecha mehmon qilay" debdi. Imom Ahmad o'rnidan turibdi-da, Navoiy xonaga kirib o'ltirib, xamir yug'uradigan kishining yolg'iz xamir yug'urayotganligini ko'ribdi. Lekin hayron qolarligi shuki, xamirni har bir mujug'anda Allohdan gunohlarimni kechirishni so'rayman deydi ekan. Bir qatimla xamirni pishirib bo'lguncha 100 qatim istig'for aytdi ekan. Imom Ahmad hayronlik bilan uning qarab o'ltirdi. Navoiy yana Imom Ahmad tuniy olmabdi. "Qachondan beri mushunda xamir yug'uryapsiz?" deb so'rabdi Imom Ahmad. "Uzoq bo'ldi, davomlashtirib ketyapman" deb javob beribdi Navoiy. "Istig'for etganingizning amaliy foydasini ko'rib boqdingizmi?" deb so'rabdi Imom Ahmad Navoiydan. "Albatta, foydasini ko'rdim" deb javob beribdi Navoiy. "Qanday foyda ko'rdingiz?" deb so'rabdi Imom Ahmad. "Agar men Allohga duo qilsam-la, Alloh duoyimni ijobat qildi. Lekin bir duoyimni ijobat qilmadi. U bo'lsa-mu Imom Ahmad ibn Hanbal bilan didorlash edi" debdi Navoiy. "Alloh buyukdir. Allohu akbar. Alloh duoyingizni ijobat qildi. Men Ahmad ibn Hanbal bilan Alloh meni sening oldingga so'rab elib keldi" debdi Imom Ahmad ibn Hanbal.